Videoda tuzatish qismiga yana bir murojaat qilamiz, ya'ni korrektirovkaga. Agarki sistemaga adashib xato kirgizib qo'ygan bo'lsak, 25 ta shtuk sotildi deb, lekin aslida 20 ta shtuk ketgan bo'lsa, 5 ta aroda razница o'ynayapti. Shu narsani to'g'rilash uchun yana tuzatish qismiga murojaat qilamiz. Oldin kelinglar bir sotuv qilib ko'ramiz. Strapila 60 184.500 dan sotamiz. Skladda 40 ta bor. Biz aytamiz 25 ta sotildi deb kiritamiz. 86 so'mdan davom ettiramiz. Xo'p, sotuv amalga oshdi. 25 ta shtuk sotildi. Skladni tekshiramiz. Strapila. Xo'p, 15 ta shtuk qoldi hozirgi tovardan. Keyin aniq bo'ldiki, что 25 ta shtuk emas, 20 ta sotilgan ekan. Biz xato kiritganmiz, 5 ta ko'p kiritilgan. Shuning uchun 5 ta betda yana bo'lish kerak. Shu narsani to'g'rilash uchun amaliyot qismiga o'tamiz. Tuzatish qilamiz. Hozirgi tovarni topib tanlaymiz va 5 ta shtuk qo'shiladi betda. Va bugungi datani kiritib o'zimiz uchun, ya'ni betda kommentariy qismi o'zimiz bilish uchun, ya'ni nima uchun tuzatish kiritilganini aniqlashtirish uchun kommentariy qismi bor. Xo'p. Sistemada 25 ta shtuk sotildi. Nakladnoy 20 ta. Davom ettiramiz. Hozir biz 5 ta shtuk korrektirovka qildik. Ya'ni 25 ta shtuk ketib qoluvdi. Biz tuzatish qildik. 5 ta shtuk yana qaytib kelgan bo'lishi kerak. Endi biz skladga o'tamiz. Skladga o'tib hozirgi tovarni qidiramiz. Skladda mana 20 ta shtuk qoldi, boya 15 ta edi. Ya'ni 5 ta tuzatish kiritdik biz. Va narxlari ham shunga qarab o'zgaradi. Shu yo'l bilan tuzatish qismi bilan agar xatolik ro'y bergan bo'lsa, tuzatish qismida shunday qilib tuzatsak bo'ladi. Ko'p kirgizib o'rgan bo'lsak ham, ko'p kirgizib o'rgan bo'lsak minus qilamiz. Kam kirgizib o'rgan bo'lsak plus qilamiz.